Assalomu alaykum. Men Abdullayeva Aziza, 7-sinfman. Aman School'ning Urganch filialida noyabr oyidan beri o'qib kelmoqdaman. Sentyabr oyida uyimdagilar 2-sinf ukamni bu maktabga olib kelishgandi va uni o'qishindagi, tartibindagi o'zgarishlarni ko'rib, men ham bu maktabda o'qishni istagandim va bu yerga kelganman. Maktabga kelganda kirishib ketishim qiyin bo'ladi deb o'ylaganman. Darslar, o'quv tizimi murakkablik qilgan, lekin ustozlarimni, sinfdoshlarimni yordami bilan tezda o'rganib ketganman. O'zgarishimga eng katta yordam bergan narsa lizilar kundaligi deb o'ylayman. Sababi men bu kitob orqali kunimni rejalashtirishni, ko'plab davlatlarni, tarixiy shaxslarni o'rgandim va bulardan men o'zimga ko'plab xulosalar chiqardim. Mart oyida Samarqand shahrida bo'lib o'tgan olimpiadada o'zimni bilimimni sinab ko'rish maqsadida rus tili fanidan qatnashgandim va faxrli 2-o'rinni egalladim. Aman School'ning afzalligi qo'shimcha darslarga jiddiy qarashi. Sababi men ko'pincha to'garaklarim sababli darslarga kirib bilmay qolaman va shu sababdan ustozlarim shanba kuni menga boshqatdan mavzularni tushuntirib berishadi. Hozir esa ishonch bilan aytib bilaman, bu maktab faqat bilim emas, kelajakdagi maqsadlarimni aniq va to'g'ri qo'yishga va ularga birma-bir erishishga ham juda yordam bermoqda.